PSJ'ning g'alabasini kutyapmiz. Albatta PSG Barsadan ko'ra hozirgi tarkib, hozirgi o'yin, hozirgi sxemasidan ko'ra Barsadan ancha kuchliroq deb o'ylayman. Hozir Realchiman. Endi agar Real bilan PSG o'ynasa, Real yutadi deb o'ylayman. Lekin PSJga omad. Ikkala jamoa top klub. Men bu o'yinda Barsadan katta g'alaba kutmoqchiman. Ikkalasida ham yo'qotishlar bor. PSJda ham, Barsada ham. Lekin shu yo'qotishlarga qaramay, xudo xolisa Yamaldan gol kutib qolamiz. Shu taxmin qila olmayman, lekin yirik hisobda Barsa g'alaba qozonadi. Xo'sh, Barselona PSG shubhasiz shu Chempionlar Ligasidagi o'tgan yildan beri kutilayotgan bahs hisoblanadi. O'tgan yilgi kuchli Barselona, kuchli PSG bu yil to'qnash kelishmoqda. Xo'sh, jarohatlar albatta ikki jamoada ham o'tgan turda undan oldingi o'yinlarda kuzatilgan holat, jarohatlar bilan bo'lsa-da ikki jamoaning o'yini ham shubhasiz markaziy o'yin hisoblanadi. Mavsum o'yini ham bo'lishi mumkin va bunga jamoalarning kuchi yetadi deb o'ylayman. Favoritga keladigan bo'lsak, baribir menimcha PSG ozroq kuchli bo'lsa kerak, lekin Barselonani ham kuchiga kam baho berib bo'lmaydi. Ikkalasi ham juda chiroyli o'yin va shiddatli o'yin kutib qolamiz ikkalasini ham. Baribir menimcha PSG favorit hisoblansa kerak. Endi Barselona hozir yaxshi formada, Parij klubi ham yaxshi formada. Xudo xolasa Barselona menimcha kichik hisobda g'alaba qozonadi. Xudo xolasa yo'qotishlarga qaramasdan Barselona o'zini kuchini ko'rsatib qo'yadi. O'tgan yil yarim finalda yutqazib qo'ydi. Finalda PSG bilan o'ynash kerak edi. Lekin ikkinchi turda xudo xolasa Barselona yirik shotda PSJga o'zini o'rnini ko'rsatib qo'yadi. Bu o'yindan biz shu PSJning g'alabasini kutamiz. Sababi chunki biz Barsani fanat emas, biz Real Madrid fanatimiz. Endi aytish mumkin, kimdirlar ani Realchi bo'lib turadi, nima deydi, aytadi-yu, ani Real yutqizib qo'ysa hamma misol yaqinda bo'lib o'tgan Atletico bilan o'yinda yutqizdi Real, o'shani hamma Atletico barati bu anaqa fanati bo'ldi. Endi xudo xolisa biz kutamiz. PSJni yutib ketishini, shu ikkalasi ham ochiq o'yin qiladi, u biz ham bilamiz. Xudo xolisa g'alabani kutib qolamiz PSJdan. PSG g'alabasini kutmoqdaman. Bu o'yinda PSG albatta g'alaba qozonadi. Bu o'yinda Barselona yaqqol favorit, Barselona g'alaba qozonadi. Visco Barsa, Visco Kataloniya. O'yinda gollar shousi bo'lishiga umid qilamiz. Zo'r o'yin bo'ladi. Bu o'yinda 4-2 hisobida PSG yutishini kutyapman. Bu katta o'yin, rostdan ham uzoq kutilgan uchrashuv va men o'ylaymanki, bu o'yinda Barselona g'alaba qozonadi. Flik shogirdlari Luis Enrique shogirdlarini mag'lub etadi deb o'ylayman. Birinchi navbatga Barselonadan muxlislar uchun g'alaba kutamiz endi. Ozroq yo'qotishlari bor endi, qolgan o'yinchilar ularning o'rinlarini bildirishmaydi degan umiddamiz. Faqat g'alaba kutamiz.